Migratsiya va personallashtirish sohasi raqamlashtiriladi. Ichki ishlar organlarining migratsiya va personallashtirish sohasidagi faoliyatini raqamlashtirish orqali sifati jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga ko'ra, shu yil 1-fevraldan jismoniy shaxslarga identifikatsiyalashuvchi ID kartalar birinchi marotaba rasmiylashtirilganda, uni chipiga kiritiladigan elektron raqamli imzo sertifikati bepul beriladi. Departament jismoniy shaxslarning quyidagi markaziy ma'lumotlar bazalarini shakllantirish va doimiy yangilab borish bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining yashash va turar joy bo'yicha ro'yxatga olingan manzili to'g'risidagi ma'lumotnomalar, identifikatsiyalovchi ID karta seriyasi, raqami, berilgan joyi hamda berilgan sanasi va tugash sanasi to'g'risidagi ma'lumotlar, O'zbekiston fuqaroligi to'g'risidagi ma'lumotlar, O'zbekiston fuqarolari, O'zbekistonda doimiy yashovchi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar, O'zbekistonga taklif qilingan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar haqidagi, shuningdek, ularning viza muddatlari uzaytirilgan to'g'risidagi ma'lumotlar 2026-yil 1-sentyabrdan quyidagi davlat xizmatlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali va davlat xizmatlari markazi orqali ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar va ularning oila a'zolarini O'zbekistonga taklif qilish, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning biometrik harakatlanish hujjatlarini rasmiylashtirish uchun ariza yuborish yo'lga qo'yiladi.